bermadim deb o'ylaysizlarmi? Yo'q, hech kim topa olmaydi bunaqa narsalarni. Men o'zim qidirib bitta akkaunt topdim. U bola bilan gaplashdim. Mana shunaqa turdi. Opajon, xudoni zorini qilaman. Iltimos qo'ymang meni profilimni dedi. Xo'p dedim, qo'ymashi. Yosh detskiy bola, maktabni bitirgan bola. Nima qilaman dedim, qo'ymadim. To'g'rimi? Storiesga yozib qo'ydim. Qo'yinglar, bo'ldi qilinglar dedim. Men shu narsani tagiga yetmaguncha qo'ymayman deb boshladim-da, akaga qo'y dedim. Komandamdagi bolalar ham aytdi, kerak emas, buni nima qilasan dedi. Sani odamlar yaxshi ajratadigan-da, farosati ishlamam, aql ishlaydigan odamlar ajratadi-ku dedi. Bo'ldi, nima keragi bor? Izvor deylar-ku. Nima qilaymi? Ochib ko'rsatib beraymi уже? Nima qilay? Jonimga tegdi to'g'risi bu narsa. Уже подписчиklarim rostdan ishonib qolayotgandan keyin mana shunaqa gapirishga majbur bo'ldim. To'g'risi, nadayeli уже. Nima derdi? Tugab qoldi-da. Bitta gap aytaymi? Men nimanidir qilib qo'ysam, chichib qo'ysam, chichib qo'ydim deyman. Uzr ming bor qo'pollashayotgan bo'lsam ham